Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Пиздец, артелька, тубок. Assalomu alaykum butun planeta. Xullas kalom, mujik сказал, mujik сделал. Erkak gapiga javob bergan Luboy vaqti Saturn ham xuddi shunaqa, Luboy vaqti og'zidan chiqqan narsaga javob bergan. Real bilan Barsa o'yini. To'g'ri, Real mag'lubiyatga uchradi. Faqat raqamlar hisobida. Dastoyni biza yutqazmadik, chunki futbol o'ynash kerak edi. Biza bir taym 45 minut Barselonaning futbolchilariga Real futbolchilari e'landi. Iltimos futbol o'ynaylik deb. Faqat futbolgadan tortadi, shortigidan tortadi. O'zi Barsachilar shortida yo'q emas, tizzasiga kiyib yuribdi. O'zi tushuntirardimmi demoqchi bo'lgan. Mayli, ko'p gapirmay. Bo'ldi. Aytgan gapni og'zidan chiqqan so'zni bajaramiz. Hali uylanmagandim-da. Ой, блядь, умный. Пиздец, артелька, тубок. Xullas kalom, Saturn doimo gapirgan, gapiga javob bergan. Bir vaqtlar Real to'xtatmasdan Barsani qoqib kelgandi. Bu safar El Klasikada gaplashamiz. Taysonda Kamil uradi, unaqa Kamil kuchli deb juda ham ko'p odamlar yozayotgan ekan ba'zi oramizda. Sizlar hali ham eski davrda yashayapsizlar-da do'stlar, ya'ni oradan vaqtlar o'tyapti. Ya'ni eski har doimgi Tayson deb o'ylayapsizlar-da, meni karyeram o'sgan, meni darajam o'sgan. Oldinga qaraganda ancha tajriba orttirganman va oktagon ichini o'zi ancha his qilib oldim-da. Nasib bo'lsa, jang kelaversang, ko'rib olamiz. Kim giroy, kim legendaligini. Hali jang bo'lmasdan turib har xil fikr bildiravermanglar. Masalan, qochirib qo'yaman bitta ikkitangda. Ya'ni o'zbek bo'lib turib, o'zi unaqa padishga qiladi, unaqa har xil kommentar yozavermasdan. Davay. Ikkovini bo'y bashi zo'r bo'ladi. Endi hamma kurashi yo'q, kurashga oladi bu deyapti, lekin bu shekacha kelguncha men kurashni hamma yo'qni qo'ygan bo'lish kerak. Shuning uchun menimcha 50 kelli bo'y u juda xullas zo'r bo'y bo'ladi, zo'r bo'y bo'ladi. Nasib duo qilamiz, xudo xolasa o'zimizga